Qopdek yotmasdan turib uylarda yig'ishtirishib olsangiz nima bo'lar ekan, ha? Tilashakar singlim, shu boshimni 12 barmoqlik ichagi juda ham og'riyapti deb bo'lmasa bilasana turib yordam berardi. Xo'p. O'ynab yuravermasdan mana shularni yig'ishtirishib yuborsa bo'larmikin, ha? Singlim, qo'limda jigara press berib qoldi deb bo'lmasa senga jon deb yordam beraman-ku. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Ketamizmi? Ketdik. Voy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan Bir qo'llab ham yordam bersa bo'ladi-ku supurishga, ey. O'zingdan kasallik yoqibmi? Ikkala qo'limni ham tizzasi shikastlangan. Bo'lmasa senga yordam berish zapadlo emas-u singlim. Yo'qolib, ket. Rahmat. Ikkita qo'ling singan ekan, oyoq bilan mana shularni yig'ishtirib qo'ysa bo'ladimi? Jon deb yordam berardim, lekin mana shu oyoqlarim. Bo'ldi, bildik. Hayda. Kim bor? Sovchilarni kutib olinglar.